Assalomu alaykum aka, mana aka, men o'zim parniga oldiga yetib keldim. Bu konteyner materialdan bo'lgan ekan, o'sha qadimgi. Men usta emasman aka, parnichi emasman. Mana shu ko'rinishda ekan. Mustahkam, yaxshi. Men sizga hozir bir boshdan tushuntirib beraman. Bunaqasiga mana eshik tomoniga, o nargi tomoni ham 11 metr ekan. 3 sotik. Buni eshiklari ham bor ekan. Mana tayyor. Ikkala tomonda portchkalari bor ekan. 3 sotik rolni chiqar ekan. Mandaqasiga 11 metr, uzunasi 29 mi shunaqa ekan. Hop, har bittasini o'rtasida kashagi ham bor ekan. Bu nima desam bo'ladi aka, juda ham mustahkam temir ekan. Buni tagidan mana bu kovlab chiqariladi. Agar beton ja chuqur bo'lmasa, kovlab chiqarib kuvaldada maydalanadi. Har bittasini mashetdan arkasi adeni bo'ladi, stoykalari adeni bo'ladi. Kimon temiri ham adeni bo'ladi. Temir yo'g'onligiga yaxshilab e'tibor bering. Xullas aka, normaliy narsa bu. Tepasida liniya bor ekan, 3 qator. O'rtadagi liniya manundan ekan. Baqvatroq. Hech qanaqasiga muammoli joyi yo'q. Bu o'sha o'rnatilgan bo'yicha tepasini ham yopilmagan ekan. Shundoq bo'yicha qolaveribdi. O'rtog'im bilan ko'rgani keldik-da bu yerga. Shu chirigan, pirigan unaqa narsasi yo'q. Shu aka, parnik temirdan bo'lgan, o'sha konteyner temirdan bo'lgan. Zo'r lekin holatda. Mana yo'llarda bundaqa ushlab turadigan temirlar ham bor ekan. Mana qimillamayapti ham. Portchkalari ham bor. Bog'lab qo'yilibdi portchkasini. Shu holatda bo'ldi. Savollar bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasiz. Shu